Assalomu alaykum, qalbi qaynoq, yuragida o'ti bor akalarimiz, opalarimiz. Ya'ni eslatib aytib o'taman, Surxondaryo yangilik. Ya'ni aynan Surxondaryoda emas, ya'ni ko'p yerlarda, O'zbekistonning ko'p yerlarida bir zilzila bo'ldi. Zilzila oqibatida deyarli hech kimga hech narsa bo'lmadi. Yetkazganik ming qanday shukr, tabiat qonuni. Iloji boricha hamma narsani to'g'ri o'ylaymiz, to'g'ri qabul qilamiz. Eng qiziq mana videoni ko'ring. Ya'ni mashina yonib ketishi, ya'ni avtohalokat bo'lishi, har bir narsadan faqat prosmotr uchun emas, iloji boricha yaxshi, to'g'ri qabul qilamiz deb umiddaman. Hammaga birdek omad, yuqori kayfiyat, iloji boricha qo'llab-quvvatlab turamiz. Eng qizig'i bu mashina yonganida yonida bo'ldik. Avtohalokat nimadan bo'lganini bilmadik, faqat tez haydalgan, yer silkilishi bilan, ya'ni iloji boricha yo'ldan chiqib ketgan. Qo'limizdan kelgancha maksimal tezlikda bir xil ishlaymiz. Eng qizig'i bir narsaga o'z ko'zim bilan bo'ldim, faqat videoga ola olmadim. Ya'ni mashina deyarli hamma tomoni yonib bit bo'lgan. Eslatib aytib o'taman, bitta narsa yonmagan. Ya'ni kim nima deb o'ylaydi? Kommentariyada o'z fikrimizni yozib qoldiramiz. Albatta bu Qur'on kitobi. O'shaning uchun azizlar xabarni bu hayot aslida shunday yaralgan, doimo aytganingiz bo'lavermaydi. Eng shodon kuningizda yurakdan kulsangiz, hamma ham qo'shilib kulavermaydi. Atrofingizda yolg'iz do'stlaringiz emas, mayliga g'animlar aylanib yursin. Faqat u ortingizdan tosh otuvchi emas, bor desa degidik mard dushmaningiz bo'lsin. Mayliga falakning bir qarosini, sizdan tanishlaringiz yuzini ko'rsin. Tilagim, niyatim dunyoda siz aziz bilgan insonlar hamisha yoningizda tursin.